Jinoyat uchun o'lim jazosi mavjudligini hammamiz bilamiz. Lekin qilinmagan jinoyat uchun o'lim jazosi unga tarixda misollar talaygina. 11 yoshli bo'lishiga qaramasdan saroydagi fitna tufayli qurbon qilingan. Hattoki uni Alisher Navoiy bobomiz sevib hurmat qilgan. Bu bola Husayn Boyqaroning nabirasi 11 yoshli Mo'min Mirzo edi. Bu tarixiy shaxsning yagona aybi uning g'oyalariga sodiq qolganligida edi. U olamni cheksiz deb ataydi. Mana shu g'oyaga sodiq qolganligi uchun cherkov tomonidan sababsiz gulxanda yondiriladi. Buxoro amiri Nasrullohxon 1942-yilda Qo'qon xonligini bosib olgan vaqtda bu tarixiy shaxsni oila a'zolari bilan sababsiz qatl qiladi. Bu tarixiy shaxs Nodira begim edi. Fransuzlarning ingliz zulmidan ozodlik uchun kurashga boshlaganligi tufayli sababsiz gulxanda yondirilgan shaxs jannadark edi. Millat ozodligini madh qilganligi uchun sovetlar tomonidan 1938-yilda otib o'ldirilgan o'zbek adabiyotining yagona qoyasi Abdulla Qodiriy edi. Adolatsizlik tufayli qatl qilingan qaysi tarixiy shaxslarni bilasiz? Izohlarda javoblaringizni qoldiring.